Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar va obuna bo'lmasdan ushbu Qora Sher YouTube kanalini kuzatib kelayotgan muxlislar. Obuna bo'lib, like bosib va har bitta chiqarilayotgan videolarning ostida o'z fikr va mulohazalarini yozib qoldirayotganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Hurmatli obunachilar, bir gapni gapirishdan avval bir narsani eslatib o'tishim kerak. Bitta daraxtdan qancha gugurt cho'pi ishlab chiqariladi. O'sha gugurt cho'pini bitta donasi, faraz qiling, bitta dona gugurt cho'pi butun boshli o'rmonni yoqib yuboradi. Bu gapda qancha ma'no borda, tushunyapsiz? Bitta daraxtdan qancha millionlab gugurt cho'pi chiqadi. Lekin shu bitta dona gugurt cho'pi butun boshli o'rmonni yoqib yuborish xususiyatiga ega. O'shaning uchun bir inson chiqib bilib bilmasdan gapirib qo'ysa, ba'zi bir insonlarning ongiga rivojlanmagan ongiga yetib boradi. Sababi u inson bilib bilmasdan gapirib qo'ydi biron bir narsani, voqea va hodisani gapiryapti, lekin u voqea hodisadan o'zini xabari yo'q. Nima bo'lgan o'zi aslida. O'sha inson chiqib gapiradi, bir inson o'sha videoni ko'radida, haqiqatdan ham shu narsa to'g'ri ekan degan xulosaga kelib qoladi. Sababi bu inson bilib bilmasdan gapiryapti, ikkinchi inson esa u narsani eshityapti-yu, lekin eshitib turib ong rivojlanmaganda, miya rivojlanmagan, qo'y, dunyoda nima bo'lyapti, qanaqa voqea va hodisalar, kitob o'qimagan, internet nimaligini yaxshi tushunmaydigan insonlar ongiga o'sha narsa kirib boradi. 8-mart fohishalar kuni emish. Qayerdan topishdi bu gapni? Kim aytdi bu gapni 8-mart fohishalar kuni deb? Bu qanchalar ong bilan gapiryaptiki bu insonlar. Bu insonlarning kommentariyalarini o'qisangiz, o'zini tayini yo'q kim ekanligini. Ismi yo'q, familiyasi yo'q. Mayli ismi familiyasi bo'lmasa ham mayli, yozmasa ham mayli, lekin menga o'xshab, mana biz blogerlarga o'xshab chiqib, yuzini ko'rsatib, Face ID'ni ko'rsatib chiqib gapirsa, duxi yetsa chiqib gapirsin. 8-mart fohishalar kuni deb gapirsin. Qani biz ko'raylik. Duxi yetsa, duxi yetmaydi, qurbi yetmaydi, chunki ular latta. Faqat gapirishni biladi, gapirish ham qanday? Faqat kommentariyada gapirishni biladi. Boshqa narsaga duxi yetmaydi. Bular nima desam bo'ladi? Kuxunni boyets deydi-ku o'rislarda. Ana o'shanaqa odamlar, latta. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa lattalar. Bugun kelinglar o'rtoqlar, bir narsani sizlarga o'sha gaplarni gapirishdan avval bir ilovani sizlarga maqtanib o'tmoqchiman. Bir ilova bor. Mana shu ro'zai Ramazon kunlari har safar ro'zai Ramazon kirib kelganda ko'pchilik insonlar taqvim ilovasini qidirishga o'tib qoladi. Ba'zi birlar boshqa taqvimlarni o'z telefoniga yuklab oladi. Yuklab olgandan keyin u ilovalar ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamay qoladi. Ba'zi bir narsalarni ko'rish uchun pullik versiyasini sotib oling deydigan o'shanaqa ilovalar bor. Lekin bir ilova bor, o'sha ilovani sizlarga maqtanmoqchiman. Bu ilovaning nomi Sajda. Bu sajdani menga bir ukam maslahat berdi. O'sha sajda ilovasini men o'z telefonimga yuklab oldim. Bu ilovani xoh Android, xoh iPhone bo'lishidan qat'iy nazar yuklab olasiz. O'sha ilovaga kirganingizdan keyin har bir narsa tushunarli. Bu ilovani Qozog'istonlik birodarlarimiz ishlab chiqargan ekan. Baraka topishsin. Respekt deyman shunaqa insonlarga. Umuman reklama degan narsani bu ilovada ko'rmaysiz. Hamma narsa tushunarli. Hech kim tushunmasdan qolib ketmaydi. Xohlasangiz rus tilida, xohlasangiz qozoq tilida, tojik tili, o'zbek tili, ingliz tili, butun dunyoning har bir tilida bemalol o'qishingiz mumkin ilovani. Ilovani yuklab oling, mazza qilib ishlatasiz. Zikrlarni aytmaysizmi? Zikrlar, tongi zikrlar, kechqurungi zikrlar, hamma zikrlar mazza qilasiz. Salovatlar, tasbih aytishlar, sizga tasbih kerak bo'lmay qoladi. Telefoningizni ekraniga urib mazza qilib ishlatasiz. Juda ham men xursand bo'ldim bu ilovani yuklab olganimdan keyin. Dunyoni qaysi chekkasida bo'lishingizdan qat'iy nazar
lokatsiya shu yashab turgan joyingizni lokatsiyasini ulab olib, bomdod, peshin, asr, shom, xufton har bir namozlar o'z vaqtida keladi. Yana qiziqarli tomonini sizga aytamanki, eng zo'ri Qur'onlarni shunday maza qilib o'qiysiz, xohlagan tilingizda tushunarli qilib yozilgan. Yana keyingisi ertalab bomdodga turish, xufton namozini o'qish, peshin, asr, shom namozlarini o'qishga budilniklarini ko'rsangiz maza qilasiz. Men o'zimni shunaqa hissiyotimni sizga hozir tasavvur qilib bera olmayman, yetkazib bera olmayman, lekin bu ilovani yuklab olganingizdan keyin maza qilasiz. Bomdodga xohlagan insoningizni o'sha yerdagi insonlarni qo'yishingiz mumkin. Azonlar bilan sizni bomdodga uyg'otadi, asrga, shomga, peshinga, xuftonga uyg'otadi. Uyg'otayotganda ham telefoningizga qarab maza qilasiz. Oddiy budilnik emas. Yana bir narsasini ta'kidlab o'tishim kerak. O'sha bomdodga ba'zi bir insonlar vaqtida turmasdan sal avvalroq turish uchun o'zini telefoniga yana budilnik qo'yib qo'yishadi, to'g'rimi? Bu ilovada esa siz budilnik qo'yishga o'sha imkon bo'lmaydi. Shunday sozlamasi borki, o'sha budilnikni 20 minut, 20 daqiqa, yarim soatga budilnikni surib qo'ysangiz, bomdoddan yarim soat avval, 20 minut avval sizni uyg'otadi. Siz turib, tahorat qilib, yuzlaringizni yuvib, tayyor bo'lib, borib og'zingizga yaxshilab ne'matlar bilan yeb, og'zni yopishgacha maza qilib duolarni qilib uspet qilasiz, ulgurasiz. Ana keyin bomdod namozini o'qisangiz, maza qilib keyin yotasiz yoki ishga ketasiz. Bu ilovani sizlarga men ulashyapman. O'zimga yoqqan narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu hech qanaqa pullik reklama emas. Bu bor yo'g'i o'zimga yoqqan mahsulotni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Maza qilib o'sha ilovani yuklab oling va keyin maza qilib ishlatib, o'sha insonlarning haqqiga duo qilib yashaysizlar. Ana endi har bir narsa isbotimdan bo'lsin deymiz. Isbot, dalil. Mana kechagi kuni aytganimdek, ayollar har kuni ayollarni gapirishimiz, ayollarni e'zozlashimiz, ayollarga mehr muhabbat ko'rsatishimiz bu biz erkaklarga xos. Ayol zoti nozik. Ayol bu ona, ayol bu singil, ayol bu sizni qizingiz, ertaga sizni qizingiz ham boshqa bir erkak zotiga xotin bo'ladi. Tushunyapsizmi? U erkak zotiga farzandlar tug'ib beradi. Ayollar bo'lmasa, bu jamiyat, bu dunyo, bu yurt qulaydi. Bu yurt hech narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun ayollarni e'zozlash kerak, ayollarni sevish kerak. Jonim, asalim, muhabbatim, onasi, onajonim, jonim qizim, qizalog'im, kukulkam deb yashash kerak erkak zoti. Agar siz o'zingizni, ayolingizni shunday erkalamasangiz, siz qanday erkaksiz? Erkak degan nomga siz sazovor emassiz. Mana endi har bir narsa isboti bilan. Mana kecha aytdim sizga. Instagram sahifasida bir videoni ko'rib qoldim. Bir inson borib, mana mashinasida kelib ayollarni tabriklayapti. Bu joylarni siz ko'pchiligingiz bilasiz. Mana qancha ayollar ish qidirib, ish izlab kelib, ana o'sha yerlarda turishyapti. Qarang qancha ayollar, qancha mehrga zor ayollar. Ko'r, ey erkakman degan erkak, qara qancha ayollar bor. Ba'zi bir ayollarni erlari tashab ketgan. Ba'zi bir ayollarni erlari omonatni topshirib bu dunyodan o'tib ketgan. Nima qilish kerak bu ayollar? Farzandini boqish kerak, farzandini o'stirish kerak, kamolini ko'rish kerak. O'shaning uchun nima qiladi ayol kishi? Borib ishlaydi. Boshqa bir insonlarga o'xshab boqimanda bo'lib, menga yordam beringlar demaydi. Mana chiqib ishlaydi, harakat qiladi, pul topadi. Bolasini o'qitish kerak, yedirish kerak, ichirish kerak, turmushga chiqarish kerak yoki uylantirish kerak. Maktabiga pul kerak. Uyga kommunal to'lovlari, gaz to'lovlari, elektr energiya to'lovlari qayerdan keladi ishlamasa? Mana ayollar yig'lashini qarang, ayollarni ko'r erkak, maza qilyapsanmi? Sen ham o'zingni erkakman deysanmi? Mana so'kmasdan gapiryapman. Mana ko'ringlar qancha ayollar, mana bizni mehrga zor ayollar ishlab, ish izlab mehrga zor qancha ayollar bor. Ko'r, ey ko'r inson,
Ko'ryapsizmi? Har bir narsa isboti bilanmi? Mana sizga isboti, bu bitta isbotini keltirib beryapman. Bu ham bo'lsa mana kecha bo'lgan voqealarni sizga ko'rsatib beryapman. Bunaqa ayollar qancha ish izlab yurgan? Qancha? Bu narsaga kimlar aybdor? Kimlar aybdor bu narsalarga? Albatta o'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Kim aybdor? Nima uchun ayol kishi mehrga zor bo'ladi? Nima uchun ayollarni xorlaysizlar? Nimaga? Nima sababdan ayollarni xorlaysizlar? Nima sababdan ayollarni sevish kerak? Ayol men uchun bu bir mo'jiza. Ayol zoti bo'lmasa, biz mana bunday chiroyli bo'lib yurmaysiz. Qaysi bir erkak uchun chiroyli bo'lib yurasanmi? Yo'q. Men ayolim uchun chiroyli bo'lib yurishga harakat qilaman. Ayolim borki, men mana shunday go'zal bo'lib yuraman. Ayolim borki, duo qiladi. Uyda ayolim bor, duo qiladi. Uyda onam bor, ayol duo qiladi. Farzandim barakali bo'lsin, ulug' inson bo'lsin deb mana onam duo qiladi. Farzandlarim duo qiladi. Kim u? Ayol. Ayol zoti. Podshohni podshoh qilgan ham ayol. Tushunyapsizmi? Ayol zoti. Podshohlarni kim tuqqan? Ayol zoti tuqqan. Ayol zoti bo'lmasa kim tug'adi? Erkak tug'adimi? Hech qachon erkak tug'maydi. Ayolni e'zozlash kerak, hurmat qilish kerak. Ayol kishi uyda birinchi xo'jayin, uyda ayol bo'ladi. Sababi uyda bu ayol kishi xo'jayin. Uyingizga kim kelishidan qat'iy nazar, uyni bekasi ayol. Ko'chada siz xo'jayinsiz, chunki ko'chada senga o'xshagan maraz, mana bu ko'z nafsiga o'ch, senga o'xshagan marazlar bor. Uni mashina qarab turadigan, ko'zlarini moshday ochib qaraydigan senga o'xshagan marazlar borligi uchun ham erkak kishi ko'chada o'z ayoliga yelkadosh bo'ladi. Qalqondek, tog' bo'ladi. Sandakilarni bashrasini yorib tashlash uchun. Bir qarab qo'ysang, bashringni yorib tashlaydigan shunaqa erkaklar bor. O'shaning uchun uyda ayol kishi beka bo'ladi, ko'chada er bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ayol bu nozik. Ayolni e'zozlash kerak, hurmat qilish kerak. Ba'zi bir insonlarni o'qiyapman-da kommentariyasini, xotinboz, xotinni quli. Sen erkak xotiningdan bir yostiqqa bosh qo'yasan. Xotiningdan birga kechani o'tkazasan. Qanday sen bu gaplarni gapiryapsan? Yo sen erkaklardan birga yostiqqa bosh qo'yasanmi? Balkim erkaklar bilan birga yotar dursan. Endi bizga bu qorong'u. Biron narsani bilmasdan turib men gapirmayman. O'shaning uchun ayollarimizni men hurmat qilaman. Ayollarimizni e'zozlayman. Ayollarimizni men sevaman. Ayollar bu ayol. Ayol zoti bu ayol zoti. Jannat onalar oyog'i ostidadir deydi. O'shaning uchun ayolni xorlagan, ayolni zorlagan 1-2 bo'lmay o'tib ketadi. O'shaning uchun ayollarni hurmat qilinglar, e'zozlanglar, muhabbatda bo'lsin ayol kishi. Sizlarni muhabbatinglarni ko'rib, o'sib ulg'aygan farzandinglar kelajakda o'zini turmush o'rtog'ini ham, o'zini xotinini ham xuddi shunday avaylab, asrab, mehrdek kukulka qilib yurishadi. O'shaning uchun bu gaplarim sen erkakman deb yurgan chala erkaklarga lozimki yo'llaring. Lozim ham sanlarga yarashmaydi. Sanlar bilmadim sizlarga qanday gapirish kerak, qaysi tilda gapirish kerak. Sizlar tushunmaysizlar. So'kib gapirsa ham tushunmaysizlar, yaxshi gapirsa ham tushunmaysizlar. Sizlarga qanday gapirish kerak bilmadim. O'shaning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha hamma vaqt kulib, mana shunaqa chiroylikgina kukulka bo'lib yurishinglarga sizlar shart. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, kimga ovoz berasiz? Kimga? Assalomu alaykum, kimga ovoz berasiz? Qo'shiq aytasiz, qo'shiq. Bironta qo'shiqchiga ovoz bering. Onangni o'miga.